Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yursizlarmi? Xudo xohlasa sizga yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Amudaryada suv bormi, yo'qmi deb so'rab turibdi. Sizlar uchun Amudaryani bo'ynaganlik yurtdoshlar ko'rib turganlaringizdek, bu yoq tarafimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, bu yoq tarafimiz Xorazm viloyati yurtdoshlar. Urgancha o'taverish postamiz yurtdoshlar. Ko'rib turgan bo'lsanglar yurtdoshlarimiz ham yana dam olib mazza qilib sayratib yuribdilar Amudaryada. Ajoyib. Suvimiz to'lib toshib oqib yotibdi yurtdoshlar. Suvimiz ko'p bo'lsin, hosilimiz mo'l bo'lsin, dehqonchiligimizga barakat bersin. Dehqonlarimizni kasasi oqarsin deyarlar, bir like'larni bosib qo'yinglar. Siz uchun shunday yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz yurtdoshlar. Ajoyib. Yurtdoshlarimiz ham dam olib o'tiribdilar. Yine yurtdoshlar. Bu yoq tarafimiz yurtdoshlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tarafdan kelaverish, bu yoq tarafimiz Xorazm viloyati Urgancha o'tish yurtdoshlar. Bu yoqimiz yine Chalish. Xo'p. Ko'rib turganlaringizdek, ajoyib suvimiz to'lib toshib oqib yotibdi. Yine oldinlar yo'llarda o'stirib ko'rinib yotadi. Yo'llarda o'stirib, hozir o'stirib yo'q. Bu yoq tarafimizda yine o'rtada o'stirib bor. Bir de yine mol bakadlar, otlar uçuryapti. Oldingidek dimom ko'p deb aytalimiz suvimizni, lekin suvimiz yine to'lib turibdi, Xudoga shukr. Allohga behisob shukr, suvimiz ko'p yurtdoshlar. Yine yurtdoshlar. Xudo xolasa sizlarga shunday ko'rsatib boramiz. Juda ham ajoyib. Musofirda yurtdoshlarimiz uchun valyuta kurslarini ham aytib o'tib ketamiz. Bugun 100 AQSh dollarimizni 1.290.000 so'mdan olib turibdilar. Qozog'iston tangasi 24.500 so'm, Rossiya rubli 153 dan olib turibdilar. Patolog 55 oladi yurtdoshlar. Yevro 1.300 bo'ldi, turk puli 250-300 bo'lib turibdi. Yine Amudaryada suvimiz yine ko'rib turgan bo'lsanglar oqib yotibdi. Size taraflarda suv bormi yo'qmi? Yozib qoldiringlar yurtdoshlar. Kim bizani qayerdan ko'rib o'tiribdi, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Ajoyib. Yine Amudaryani bo'yi yurtdoshlar. Gap yo'q. Xudo xolasa Amudaryada suvimiz to'lib toshib oqaversin. Dehqonchiligimizga barakat bersin Alloh taolo. Xudo xolasa ekinlarimiz, hosilimiz mo'l bo'lsin. Yurtimizda arzonchilik bo'lsin deylar. Bir like'larni bosib qo'yasizlar, sizlar shunday yangiliklarni ko'rishda davom etamiz. Ajoyib. Yine şu yerden qadrli yurtdoshlar, bu yon tarafimiz yine Shabbozdan, bu yon tarafimiz Chalishdan kelish. Katta yine Yamaba, shundan iltimos etib qo'yamiz. Tuzatib berishlaringizni yurtdoshlar. Ko'pgina mashinalar yine Yamaga tushib turibdi. Bilganlar yine chetda o'tib turibdi, bilmaganlar Yamaga tushib turibdi yurtdoshlar. Yine shundan katta Yamaba, bu Yamani bizning og'alarimiz yine zo'r deb o'tib boryaptilar. Ağalarımız 4 yıllık blogerdə Ulug'bek ağam ölməz vlogus çıxardı. Yine hələ bərtərəf edilmədi şöyle yama, köpürdə yama, kətdə yamadırdı. Xudo xolasa şoför ağalarımız bolsa şöyle ötüb qaytadan ağalarımız bolsa bir like'larına basıb qoyunlar. Tegishli təşkilatlardan iltimas etib qalamiz işörünüz etişlərini. Çünki bu yol Serkatnov yol yurtdoshlar, Xorazmə bizəni Qoraqalpog'istondan gündə o'tadilar. Katta yamada bu yurttirgan bo'lsanglar yurtdoshlar. Yine bilgan mashinalar ham chetlab o'tib turibdi. Bilmaganlar albatta yamaga ana tushib turibdi yurtdoshlar. Yine yama shunday yamalar bor. Ana bilmaganlar yamaga tushib turibdi ana. Xudo xolasa shunday yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Iltimos etib qolamiz. Xudo xolasa. Gap yo'q. Yurtimizga ko'z deymagi, suvimiz ko'payavergi Xudo xolasa. Shunda arzonchilik bo'ladi xalqimizda. Bir like'ni bosib qo'yinglar, siz yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz.